SSF kompaniyasining AXD808 modeldagi avtomatik tonometr. Keling birgalikda qanday qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Ushbu qurilmaga xizmat ko'rsatish uchun kafolat beriladi. Shu QR kodni skanerlab Telegram botga o'tib, kafolatni faollashtirishingiz mumkin. Murojaat uchun servis sentr raqami ham ko'rsatib o'tilgan. Korobkaning ichida mana shunday chexol bor. Komplektda ichida manjet 42 cm gacha mo'ljallangan, qo'llanma, tonometrning o'zi, qon bosimini o'lchashda aniq natija olish uchun ma'lum bir qoidalarga amal qilish zarur. Birinchi o'rinda qulay o'tirib olish kerak. Manjetni oling va uni yelkaga kiyib oling. Manjet trubkasi tomir ustida turishi kerak. Manjet tirsak burmasidan 3 cm yuqorida, ya'ni 2 barmoq masofasida bo'lishi kerak. Shunday mahkamlanki, 2 barmoq erkin yuqoridan kirib turishi kerak. Ikkinchi uchini tonometrning o'ziga, maxsus joyiga ulaymiz. 10 daqiqa vaqt belgilaymiz va shundan keyin bosimni o'lchaymiz. Qo'l ham manjet ham yurak bilan bir qatorda turishi kerak va 10 daqiqa kutishimiz kerak. 10 daqiqa o'tgach tonometrni yoqamiz va qon bosimi o'lchanayotgan payt gaplashmasdan tinch o'tirish zarur. Ekranning bu qismida rang shkalasi joylashgan. U qon bosimini holatini anglatadi. Yashil norma, sariq oshgan, qizil yuqori bosimni anglatadi. Tonometr ikki foydalanuvchi uchun har biriga 90 tadan xotira o'lchoviga ega bo'lib, sana va vaqt ma'lumotlarini birgalikda saqlaydi. Xotirani ko'rib chiqqaningizda tonometr avvalo oxirgi 3 ta o'lchovni o'rtacha ko'rsatkichini ko'rsatadi. Sana, vaqtni sozlash va ovozli funksiyasini o'chirish uchun set tugmasini bosib, bir necha soniya kutib turamiz. Bu foydalanuvchi raqami. Mem tugmasini bosamiz va shu tariqa foydalanuvchi raqami almashadi. Keyingi rejimga o'tish uchun set tugmasini bosamiz. Bu yerda yil ko'rsatkichi yonib turadi. Yilni kiritamiz. Mem tugmasini bosamiz va xuddi shunday oy bilan sanani o'zgartiramiz. Set tugmasini bosib kunni sozlaymiz. Set tugmasini bosib vaqtni sozlaymiz. Ovozni o'chirish uchun agar mem tugmasini bossangiz, bu ovozni o'chiradi yoki qayta bosganda yoqishi mumkin. Keyingi rejimga o'tish uchun set tugmasini bosib, bu yerda simob ustunlari bor. Xotirani ko'rish uchun mem tugmasini bosamiz. Avval u bizga oxirgi 3 ta o'lchovni o'rtacha ko'rsatkichini ko'rsatadi, keyin esa eng so'nggi o'lchovdan boshlab o'lchovlarning tarixini ko'rsatib beradi. SSF kompaniyasining